G'iybatlar, mish-mishlar tez-tez hollarda haqiqatga qaraganda tezroq tarqaladi. Ayniqsa ish joylari, maktablarda. Ular demak obro'ga putur yetkazdirishi mumkin, damage qilishi mumkin obro'ni yoki ortiqcha taranglikni keltirib chiqarishi mumkin. Hattoki muhim qarorlarni qabul qilishga ta'sir qilishi mumkin. Qiziqarlisi shundaki, odamlar tintuvni bilasiz, moyil, ko'proq, tezroq demak mish-mishlarga ishonishga moyil. Ya'ni ularda bo'lgan mavjud qo'rquvlar va kutishlarga mos kelgan paytda ayniqsa deyilyapti. Demak, ya'ni o'zlari kutgan qo'rquvlari yoki kutishlariga biror bir mish-mish mos kelib qolsa, darrov unga ishonishga judayam moyil bo'ladi inson demoqchi bu bilan. Endi savollarni ko'ramiz. Nima uchun odamlar mish-mishlarga tezroq ishonishadi deyilyapti. Chunki mish-mishlar haqiqat bo'ladi hamisha. Bu false bo'ladi. Xo'p, Bni ko'ramiz endi. Buni ololmaymiz A'ni. Chunki ularni odamlarning qo'rquv va kutishlariga mos keladi. Shu kelgan paytda ular ko'proq va tezroq ishonishadi mish-mishlarga deyilyapti. Bu javobimiz true bo'ladi, to'g'ri bo'ladi. To'g'ri javobimiz B bo'ladi. Chunki rostdan ham insonlar ko'proq mish-mishlarni ga ishonishga moyil, qachonki o'zlarini kutgani yoki aynan demak qo'rquvga mos kelib qolsa u mish-mish. Cni ko'ramiz. Ish joylari mish-mishlarni qo'llab-quvvatlaydi deyilyapti. Yo'q, unday gap bo'lmadi. Faqatgina ish joylari va maktablarda tezroq tarqaladi deyildi. Mish-mishlar sekin tarqaladi deyilyapti. Bu false bo'ladi. Chunki bu yerda quickly bilan aytdi. Tezroq tarqaladi haqiqatga qaraganda deb aytildi.